Bunda bulada faqat o'ylamabdi ekanman ko'pchilik. Bu qo'g'in tamlik yog'orimiz bozorga silinib bir haftami bo'lmadi. Mushunchalar ishlab bo'lib ketdi. O'zinglar bir ko'rib yiqinglar oxirdagi shupinglarni. O'zinglar ko'rib bir nim desanglar bo'ldi ko'pchilik. Muborak bo'lsin nariqin sog'lom tushlik chiqibsizmi? Mayoga nimda payz ketdi deyman. Qo'g'inni yaxshi ko'rganimni bildigan do'stim, men uchun ham qo'g'inni ta'minlab ishlab chiqargan do'stim. Qo'g'in ishlatdim, vahshiy payzga bak yaxshi ko'rdim. Qaranglar, kimniki ekan? Nari. Kimning ekanligini bilgansa eng qisqaroq yozib kimning yagosiga men deb bilmayman. Bu ish bosqichining qo'g'in tamlik alayligidan sirt, undan boshqa tishingizni oqatiman degan belgisini besib chiqqan. Yana undan boshqa 200 gram keldi. Boshqa yagavlar 150, 120 kelsa, 200 gram chiqqan. Tishingizdagi mayli choyga bo'lsin, mayli qahvaga bo'lsin yoki tamakga bo'lsin. Mo'sha yagavni izchil ishlatib bersiz, bir hafta ishlatgandan keyin o'zingiz uni haqiqiy his qilasiz. Qo'g'in yeyishni yaxshi ko'rganligimni ochib bek bildi ammo lekin yanbay xo'shanligimni turib tursin buning payziligi tishmiligini chingaytib bilqi qo'molarning payziga tishim chutlab bo'lgankin va jinim acha rahmat kerak darajim shunchalik shu singlim qutlu bo'lsin. Yag'oringda bizning uyda barimiz istetib o'ta yaxshi ko'rdik. O'tkani nega yaxshi ko'rdik? Qavunding damikin. Og'zimizning isi sonday yaxshi ekan. Satilo alyuniyada polpan bo'lsin. Narima yag'oroni haqiqatan 5 yosh ko'rdim. Mana atini tish o'tqilsam yo'q tutib ketdi. Men qo'g'in tamlikka nim degan payzdan chiqaryapti. Uning kaydi mana yo'g'onligi jiqligi. Boshqa yag'orlar 120 gram, 130 gram, 100 gram chiqsa 200 gramga. Ba'zi aram 9 ma ketib, unimning payzligi tishni oqatib, choydoq, tamakdoq, qahvadoqlarni chiqarib yedi ekan. Tishmiliklarni yolg'onlik ketishni oldini olgan. Muborak bo'lsin, juma bek payz ishlab chiqibsa. 19 qo'y degan pulingizga miqdor jihatdan bundoq chiqadigan o'lim alohida yaxshi bo'lgan ish bosini seta olmaysiz. Hozir har qanday odam adigan ketishni cho'qilaydigan bo'lib ketdi. Hammalar cho'qib ishlatadigan narsa. Qo'ldan tutib bo'lsa, nari marketga tish bostisi buniki roller bo'lsa, tishingizni oqatib turdi. Tishingizga har xil sabab tufaylidan tushgan qahvadagi, choydagi, tamakdagi yo'q o'lim alohida yuqori. Birini alsangiz 19 qo'y, ikkini alsangiz 29 qo'y, uchini alsangiz 39 qo'y. Uchini ilishingizni tavsiya qilaman. qo'g'in tamlik yog'a ishlatib bo'lgan bo'lsangiz mumkin lekin qo'g'in yaxshi ko'rsiz shundaqmi? Anan lekin daronglang, cho'ji daronglang yanbay xo'shanlik yog'ani ishlatib bo'lgan shundaqmi? Biz bu yog'ani suyumliklarim, jonlarim, tuqqanlarim, cho'nglarning, kichiklarning, yoshlarning, o'quvchilarning, mabdi va mabdi yo'qlarning, seriqlarning, choy ichishni yaxshi ko'rgan choy deg'ivalarning, kafe ichishni yaxshi ko'rgan kafe deg'ivalarni o'ylab, bir pilni faqat 19 qo'y 9 mo'ga chiqib berdik. Sabab mushu tishining masalan hal qilvasin, mush yog'oni bir ajab azan kelib ishlatib ko'rib baqsin, bizda bir olsun, bizni sizlarni razlaylik deb suyimli qizlar yo'lga chiqishchi, maqsiz jursin deb chiqarib berdik suyimli qizlar. Unda qolsa sizni separsiz qo'ying. Nima payzi ay, men ma yog'oni bütün shu jelfoni qizlar bildiribmisan mana men 19 ga 9 mo'g'asam azan kelib yaratmay qolmam. Narina va yag'osini xalq tun tushishchilar mush azan ba'd chiqarib berdik. Bir narsa 19 ga 9 mo, ikki narsa 29 ga 9 mo, uch narsa 39 ga 9 mo. Bir ayol kishilarga uchni elishni tavsiya qilaman. Chunki men ayrim ishlasanglar, intayin sog'lom pakiz bo'ldi. Endi buni unim qanday qilsanglar, mush choydagi, qahvadagi, tamakdagi deganlarni tishingizda pakiz chiqib berdi, eg'izingizga xushbara qildi. Buni ta'mi qo'g'in tamlik etdini tishim cho'qilganlar, qilganlar, men bu ishni ketdim. Herkes o'tmaydi, ha. Undan so'ng serqarg'iz qo'yma. Ehtiyojingiz bo'lsa topasiz bo'ldi. Basini to'r sohasida qo'lga tutadigan ishlar. Birinchidan sig'imchilik inta yuqori qilganlar shunda bek cho'q chiqdi. Undan keyin qo'g'in bekmizlik qo'g'in bir do'stlar. Undan keyin buni tishlar cho'q qilsanlar, tishlar hech qanday g'ayriy puroq degan narsa qolmaydi. Ajoyib payzi, ajoyib mizlik chiqdi. Yigitlarga kelib purqini payzligini do'stlar chaqchaq qilib topshirib berib birinchi purqini purab yiqana. Purq ajoyib payzijmi do'stlar. Undan keyin kichik bolalarni cho'q qilib bo'lujmi. Hech qanday ko'ngiltidan beramiz ishlar yo'q. Tishlarni ichini pakiz tozalab, tishlardagi masalan qoldiqqa, tamoq qoldiqlar deymiz, anon siraplik deymiz, azroq tog' deymiz, shunaqlarni pakiz tozalab uzoq mezgil ishlatsangiz oqatib berdi. Buni tishida mezaga do'stlar tishni oqatish, tish tozalash pasi deb qo'g'in tamlik, qo'g'in tarkib tish pasi. Shu aksiya qilgan osonlar bo'ldi bahasini. Men o'yinga nisbatan bahasini ajoyib muvofiq chiqarib do'stimiz do'stlar. Bir qutisi 19 ga 90, ikki qutisi 29 ga 90 do'stlar. Bir oylik ishlar ishlatsangiz, uzoq ishlar aksiya qilgan osonlar bo'ldi. Xayr bo'lish.